Kunlarning birida Sulaymon alayhissalomning xotini tov sifatidan taxtiravon qurib berishini so'rabdi. Malikaning iltimosini rad qila olmagan Sulaymon payg'ambar barcha qushlarni bir yerga to'plab bu haqida maslahat qilmoqchi bo'libdi. Boyo'g'li majlisga kechikib kelibdi. Sababini so'raganida u shunday javob qilibdi: ikki masalaning yechimini topish bilan band edim. Shunga kechikdim. Qanday masalalar ekan? So'rabdi Sulaymon. Birinchisi, bu zamonda o'lik ko'pmi yoki tirik ko'pmi degan masala, debdi boyo'g'li. Xo'sh, seningcha qaysi biri ko'p ekan? So'rashibdi undan. O'lik ko'p. Chunki tongda ibodatga turmay, g'aflat uyqusida yotganlar ham o'liklar qatoriga kiradi, debdi boyo'g'li. Xo'sh, ikkinchi masala nima ekan? Ikkinchi masala dunyoda xotin ko'pmi yoki erkak ko'pmi degan masala edi, debdi boyo'g'li. Xo'sh, qaysi biri ko'p ekan? So'rashibdi undan. Xotin ko'p. Chunki xotinning gapiga yuradiganlar ham shu hisobga kiradi, debdi boyo'g'li. Bu gapni eshitgan payg'ambar hech narsa demay majlisni tark